Yana bir şoför akımızın hikayesi geldi. Keşme kırıp kaptı. Bugünkü bu şoför akımızın hikayesini bir kız turduşumuz tepedi. Bu akımız xeyli yıllar burun yük maşinası haydaydı. Bir kıtım şu Qashqardan Maralbeshig'ga ketib qolgan vaqtga yuk to'shib. Tozi bir chınq tush vaqtda bir jangalliq, odamsiz bir yerdan o'tishga to'g'ri keldi-da. Shunda shu yo'lda tushdim, menibdi hamda yukni kechiktirib qo'ymay deb. Shu menib ketib olsa, ajroqdan bir ayol ko'rinibdi-da. Başta oq kiyimni ko'ribdi, shu sal yaqinlashgandan keyin qarasa, chechini ikki o'rib olgan qop-qora uzun chashga o'rgilikka chechi. Shundoq keyindan simasi qarsam, shunda bir qomatlik. Chiroyli ayol ekanda keyindan qaraganda. Shu asta-asta u ayolga yaqinlab kelibdi. Kelib shu ajab bir yolg'iz menib ketibdi, bu ayol mashin sevalaychi deb. O'sha ayolning yanına kelib to'xtab, o'sha o'ng taraf derizdan yaqibdi-da. Voy bek tushdi, yolg'iz men ketibsiz-ku, men evalaymi, opirib qo'yaymi deb gaqsa, melq ayol ketib qolgan ayol joyi to'xtab, bu odamga mush yon chiqib, asta qarabdi-da. Qarasa, melq ayolning chiroyi hamda tamoq yeydigan qo'shiq bor-ku, yuzi. Ash qo'shiqchilik deydi. Shundan bir kichikka yuzi. Qo'shiqchilik bor deydi. Bu odam uni ko'rib shunda bir qo'rqib ketdi. Shu ayolga yaqinmayla mashinani qo'zg'ab menib, ozroq molgandan keyin keyinni ko'rish ayniki qarsa, u yo'lda u ayolmi yo'q-ki. Hech nima yo'q, ashtaq bir uchrabdi-ki. Mushuni hamdam sho'pirlarning hikoyasini anglab, sizlar o'rtoqlashibdi-ki. Bu birinchi hikoya. Hamda ikkinchi hikoyani bir qumulliq to'rdishimiz tepadi. Bu qumulda Mogoychong deb bir yava, bilasizlar. Bu balla hamda shu yerda dala motosikl var, dala motosi. Aşını oynaydı ekanda to'la. Shu bir qitim og'illar bilan 3 mashin bo'lib, motorlarni mashinaning keyniga nim qilib menibdi-da bular. Bu bal o'zining mashinasini haydabdi, motos keyndiga. Ashtaq ketib yetib, ash mashin menishdan burun chatiga chiqib, tasda menibdi-ki shu kuni. Shu yo'lga chiqibmi, yo'lning yerimiga kelganda mashinaning chaqi etilibdimi bir nima bu bal qiyib qopdi, qag'illar ketaveribdi-da. Shu bal keyninglardan borma deb tushib mashinaning chaqini almashtirib, bularning ketgan yo'lga qarab menib, bularni topolmay qopdi-da. Ez qopdi. Shunda telefonlarni qilib, veyshilar, dengveylarni avatib yurib, aran tepib bularni ayniga berib olibdi. Uyga borgandan keyin motosini menay desa, bular u dala motosi bo'lgandan keyin menishdan burun shunda tekshirib o'lchamlik o'qisa mangdi ekanda, shunda tekshirib chiqqan moto aya kelgan mangmay turib olibdi. Başqalarda oynab ketdi, bu bal degan oynanmay motoslar etish bir chaqda aran o'ngishgan bo'lib turgancha kashkiraydi qopdi-da. Shuning bilan bu bola boshqalar oyoqda motosini o'ynayirdi, ya'ni ikki og'insi bilan mayoqqa o'ynag'ili berib, qarasa shu qumga ko'milib ketgan, faqat 3 dan 1 lam chiqib turadigan qag'a yeri, 3 dan 2 qumga ko'milib ketgan bir ko'ni bir uyni bayqab qopdi-da bular. Shuning bilan voy qarab boqayli nimbaki ichida deb bu uchi ash uyning yoniga beribdi. Berib hamda u ishiklari ash derizdek bo'lib qoldi ekanda, 3 dan 1 itilib ketgan ekan. Ashadin ichiga kirib qarasa boshqa narsa yo'q-ki, ash tamg'i bir qumushdan tikilgan bundoq dumbisiga otib oldigan yomg'ir to'samdi, shamol to'samdi, birini to'saydigan ashtaq bir narsaga u. Ash narsadan bir tamg'i issiqlik ekanda, hamda bu bolalarning orasida cho'ngroq bir suvaka u ashundoq asaratiqa ko'ni bir bilan yig'ish qamroq ekan. Voy payznesga bu cho'qim tarix uzun deb u narsani ivopdi. Shunda bular bu yerdan chiqib motorlarni shu boshqa bolalarning berib olaylik deb menibdi-da. Menib bash qumning ustlaridan o'tib tushib aytaqib ketib bir chaqda qarasa quyosh patay deb qolgan vaqtga shunda chiroyli bo'lib ketdi manzara. Shu egiz qum barxanning ustiga chiqib ashar birdan manzara ko'raylik deb oyoq bu yoqqa qarab qotgan chaqda bu bola qandoqin boshqa bir tarafga qarasa ajroqdan bir chopan ko'rindi-da. Endi u Mogoychongda işte yo'qolib ketib, necha yildan keyin tepildigan, işte olib qoldigan odamlar bor emasmi? Yo'q, yutib ketadigan. Shu bola ash birasining chopini ashada qopdi deb qarasa, u chopan endi
бірнімге есіп қойғандек аштақ модellағы кейдіріп қойғандек ашта туған чапан кенде о киілік беті бұл бұндақ кен ғой бұл чапанда бұл бала әйран болып анда ағынсын шақырып қараңғы бұл чапан тұрды депті олар қарап аңғыч қараңғы түшкені болыпты азырақ ilgi qılanmıqdek bu qapsada. Oy qarab baqaylı, yaxşıra qarab baqaylı da motorlarının beşini aylandırıp, bular motorun çırqı emasmı? Şu motorun çırqını yandırıptı. Yandırıp qarasa, heliq çapan əməliyyatda şu qolu ba, beşi ba ama yüzünü kögül olmayan çiçi ba, çapanın asti, belinin töveni yok, aştaq bir nəskende, bu nəsə bula tərəpki qarab, işte asta kevatqan ki, çıraqını yaqqan ekan, o kevatqanını körüptü bular. Şunun bilen vay bu nima depti. Qaçaylık yılqınas iştiklaptı men işin. Şu iştiklap qoğulğandak bo'lgandan keyin bular motorlarga chiqib qaşıp beliq mashinalarni to'xtatgan boshqa bolalar bu tarafga kelibdi. Keplan bo'ldi qaytayli biz g'alati bir narsa ko'rib qoldik deb qechikdi-da bular yerdan. Qechib uylari ketibdi, boshqa ish bo'lmabdi. Shuning bilan o'zining ishlari bilan aldirash yurib, yana bir hafta o'tgandan keyin bular yana ko'rishayli deb ko'rishib Heliqi dümbekte qaydıgan narsani eketken ki qarasa bu bir yangzıl bo'lib qolganda, "Oy nim bo'ldi?" desa, "Voy men ajoyib ishlar yo'liqib ketdim" debdi. "Nim bo'ldi?" desa, bu bola aşı narsani uyga ekitib, o'ylasida shu o'zining maxsus ashtaq ko'ni bir bilan saqlaydigan bir uy borki, ambar uydek uyga o'mdi. Shu yerga qo'yib qo'yibdi. Qo'yib qo'yib bir kuni kechda uxlab qopib, hojatga chiqib kiray deb shu o'ylig'i chiqsa, o öydəndə qaranlıqqa işigimi yıpıqqa, amma içində bir yamancıq adam badikdə marang, qiya, çiya, dükkür, birinimlə kötürülüb atqan, birinimlə düşüb atqan, varang-çurang olub ketkəndə oyunu içi. Bu uğurlar kirib müşəymiki oldu mu deb oylabdı bu bala. Qanda olub ketdi bu işlər deb. Yəni xil qorxmaydı ki, şu öyünün yeniği berib, o öyünün çırıqı teşidikə. Şu çıraq mındaq bassa, içi çıraq yanğan jim döküşür ekan. İşini içib qarab baqsa, jimjit, hamma narsa o'z joyida. Yeyib bitir ekan. Xato anglab qoldimmi deydi ekan. Atis yanoshda bo'ldi ekan, chiqitdim ashta bo'lgan ekan, kechasi taraqlaydigan bo'lib qolgan ekanda shu ovoz chiqib. Shu cho'nglag'i deb mustaq deb cho'ng bir odam bor ekan, ashta bir ufqadigan. Shu odam meni ko'rib ashta ağın ballarının üyüdeki nəsini üzəğinin üyü ekvap səsə nə ekəkin bolsan müşünə şey apırıb qub qoy jayıqa keçirim sorab deb şundaq deb burubdu. Rast degəndək aşı nəsini iliq jayıqa apırıb konu üyünün kömülüb qalğan üyünün içi ekirib qub qoyub qılğandan keyin o oylasıdiki aşda taraqşıydıgan avazçılığa işlamı bes qıpdı. Mana bu ikinci hikoya.